Muhtaram azizlar, bugun Mohi Sharifi Ramazonning birinchi juma oqshomida turibmiz. Jumaning o'zining sunnatlari bor, jumaning o'zining vojibotlari bor. Unga amal qilmog'imiz darkor bo'ladi. Bilmaganlarga bilish, bilim, bilganlarga esa eslatma. Jumaning qanday sunnatlari bor? Jumaga keladigan odam nimalarga rioya qilishligi kerak? Vaqtli kelishligi kerak. Ana Qora akam aytayaptilarki, vaqtli kelishligi kerak. Qachon? Qachon kelsin? Vaqtli soat 1:10 juma o'qilsa, 1:05 ga qarab 5 minut oldin vaqtli kelsin. Qachon? Hazrati Rasuli Akram alayhissalatu vassalomning hadislari bor. Vaqtni payg'ambar alayhissalatu vassalom bo'lib berdilar bizga. Bo'lib berdilar. Qachon kelishligimizni ko'rsatdilar. Beriladigan ajrni ham, mukofotni ham bizga belgilab berdilar. Vaqtini ham belgiladilar, mukofotni ham belgiladilar. Hammasini ochiq ravshan qo'ydilar. Aytdilar, ummat ixtiyor senda. Harakat tayin, beriladigan qiymat, miqdor ham tayin. Harakatdan keyin birinchisi tuya. Jumani avvalgi vaqtida kelsa, demak juma tongda avvalgi vaqtida kelsa tuya. Keyin undan keyingi soat. Demak, subhi sodiqdan keyin jumagacha bo'lgan vaqt 5 ga taqsimlanadi. Subhi sodiqdan, ba'zilar aytdilar kun chiqqandan, yo'q, subhi sodiqdan deydilar. Jumagacha bo'lgan vaqt 5 ga taqsimlanadi. Farqi yo'q. 5 soat bo'lsa 1 soatdan, 4 soat bo'lsa 1 soat u 15 minutdan. Avvalgi soatga kelganga tuyaning savobi, bitta tuyani so'yib xalqqa hammasini xomtalosh qilishning savobi beriladi. Ikkinchisi qoramol, ho'kiz. Kimiki 2-soatga kelsa, bitta ho'kizni xomtalosh qilib berish savobi. Uchinchisi qo'y qo'zi. Demak, bitta 3-soatga kelsa, bitta qo'yni so'yib tarqatish nimasiga, soatiga barobar, o'sha ajriga, savobiga barobar bo'ladi. 4-si tovuq. Avval tuxum paydo bo'lganmi, tovuqmi? Avval tovuq. Ya'ni tovuq kimiki Alloh yo'lida jumaning 4-soatiga kelsa, bitta tovuqni Alloh yo'liga ihson qilgan savobini oladi. 5-soat tuxum aytganingizdek, bitta tuxumni Xudo yo'liga berganni savobini oladi. 5-soat to'xtasa, muazzin azonni aytsa, imom xutbaga chiqsa, nima bo'ladi? Farishtalar sahifalarini yopadilar va amru ma'rufga quloq tutadilar. Bu hadisni inshaalloh deyarli hammamiz bilar ekanmiz. Kim hayoti davomida tuyaga erishgan? Tuya. Abdulloh bobo bor edilar, Xudo rahmat qilsin. Abdulloh bobo inshaalloh kamida qoramolni urardilar har juma. U kishi o'ldilar, qoramol ham egasiz qoldi. Ana alhamdulillah. Har birimiz eshitganlarimiz yo foydamizga, yo zararimizga hujjat bo'ladi. Bilganimiz yo foydamiz, yo zararimiz. Bildik, amal qilsak foyda. Bilib amal qilmasak zarar u. Hasratlar ko'payadi, nadomatlar ko'payadi. Shuning uchun harakat qilishligimiz kerak. Mana shu narsalardan bahramand bo'lishlikka. Hozir hammamizni qalbimizni bir alam tirnashi kerak. Shu hadisni bilar ekanman. Nima uchun birortasiga harakat qilmagan ekanman? Nima uchun birortasiga harakat? Qachon men oxirgi qo'yni olganman, qo'chqorni olganman degan g'am bo'lishligi kerak. Jumaning keyingi sunnati Hazrati Umar radhiyallohu anhu amru ma'ruf qilayotgandilar. Eshikdan kechroq Hazrati Usmon kirdilar. Xulafoi Roshidin. Hazrati Umar amru ma'ruf qilyaptilar, Usmon kirib kelyaptilar. Ey Usmon dedilar, amru ma'rufning o'rtasida. Kechikding dedilar. Ya'ni amru ma'rufni boshladim, farishtalar sahifalarini yopdi, jumaning savobidan kechikdi dedilar. Amru ma'rufning ichida.
Hazrati Usmon nima dedilar? Ey Umar dedilar. Avvalidagi bog'imda edim, dehqonchilik qilayotgandim. Azonni eshitdim, darhol uyimga shoshildim. Tahorat qildim-u, jumaga keldim, jumaga shoshildim. Dedilar Umar. Hali jumaga tahorat bilan keldingmi dedilar. Ya'ni g'usl qilib kelishing kerak edi-ku. Nahot jumani hurmati shunday. G'usl qilib kelishing kerak edi. Faqat tahorat qilding-u kelaverdingmi dedilar. Hazrati Umar minbardan turib tanbih berdilar Hazrati Usmonga. Hazrati Usmon sahobalarning olimlaridan. Shuning uchun payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar-ki, "G'uslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim." Juma kunining g'usli har bir juma kelguvchi uchun vojib dedilar. Ya'ni qilishligi shart, qilsa yaxshi bo'ladi dedilar. Juma kunining g'usli qachon boshlanadi? Payshanbaning shomidan boshlanadi. Bugunning shomidan juma uchun g'usl qilib, niyat qilib g'usl qilsak, jumaga g'usl qilganni joyini bosadi. Endi namozga yaqin qilib o'sha g'usl bilan borib jumani o'qisak, a'lo daraja. Birov ishlaydi, birov o'qiydi, ertalab soat 8 da uydan chiqib ketgandan keyin shu bilan kechqurun qaytadi. Mayli, kechqurun g'uslini qilsa, jumaga g'usl qilganning savobini oladi. Keyingisi, jumaga xushbo'ylik sepish. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar-ki, "Arba'un min sunanil mursalin." Payg'ambarlardan bir-birlariga meros bo'lgan odatlar 4 ta dedilar. Shulardan bittasi at-tib, hamisha xushbo'y bo'lib yurish. Keyingisi, Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalomni qizil yaktaklari bor edi. Qayerdan keltirilgandi? Yamandan. Hullatun hamro al-yamaniya. Payg'ambar alayhissalatu vassalomga alohida yaktak bor edi. Qizg'ich yo'llari bor edi. Yamandan u kishiga hadiya bo'lgandi. Kana yattakhizuha lil-eidayn wal-jumu'a. Payg'ambar alayhissalom u yaktagini 2 hayitga va juma kunlari kiyar edilar. Ya'ni Hazrati Rasuli Akram alayhissalatu vassalom jumani har tomonlama ulug'lar edilar. Badanni ham yuvardilar, xushbo'y atirlar separdilar, yaktaklarni eng yaxshisini kiyardilar. Nima uchun? Nima uchun buncha ehtirom? Avvalgi vaqtda kelardilar. Nima uchun? Khayru yawmin tala'at fihi ash-shamsu. Juma kuni kunlarning eng yaxshisi, eng sayyidi. Al-jumu'atu ila al-jumu'ati kaffaratun lima baynahuma idza ijtunibatil kaba'ir. 2 juma o'rtasini keyingi juma qilingan ibodat nima qiladi? Keyingi ibodat bu gunohlarning o'chirilishligiga sabab bo'ladi. Gunohi kabiradan saqlangan bo'lsa. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar: "Innal jumu'ata tahdimu ma kana qablahu." Agar juma haq ado etilsa, sunnat va vojibotlariga amal qilib ado etilsa, o'zidan oldin o'tgan gunohlarni kechirilishligiga sabab bo'ladi. Inna fi yawmil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun qa'imun aw qa'id fayas'alu Allah 'azza wa jalla illa a'tahu Allah lah. Sahih hadisda Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Juma kunida bir soat bor, bir lahza bor, bir vaqt bor. Banda duosi o'sha vaqtga, bandaning ibodati, iltijosi o'sha vaqtga to'g'ri kelsa, uning o'tgan barcha gunohlari kechiriladi" dedilar. O'sha lahzada nishonga o'q teksa, barcha gunohlari kechiriladi dedilar. Sufyon as-Savri, Sufyon ibn Uyayna aytadilar-ki, "Juma kuni qilgan duolarimni birortasi ijobat qilinmay qolmagan" deb aytadilar. Ana fursat, ana imkoniyat. Sayyidul ayyom juma kuni, sayyidush shuhur, shaharlarni, oylarni eng sayyidi mohi sharif Ramazonda turibmiz. Harakat qilaylik. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Musobaqa qo'yuvchilar umri daroz, umri uzun va foydasi ko'p bo'lgan narsalarga musobaqa qo'yadilar. Alloh jumalarni muborak qilsin, duolarni ijobat qilsin. Aziz mehmonlarimizga
butun jamoatimiz nomidan toji sar deymiz. Alloh taolo hammamizni yaxshiliklar bilan siylasin. Birahmat.